Blockchain nima? Blockchain nimaligini sizga tushuntirib berishim uchun sal uzoqroqdan boshlaymiz. Demak, dunyoda markazlashmagan va markazlashgan tizimlar mavjud. Markazlashgan tizim misolida bankni olsak bo'ladi. Masalan, barcha pul o'tkazmalar va kredit, depozit va hokazo hammasi bitta markazdan o'tadi, ya'ni bankdan. Masalan, siz u kimga pulni o'tkazsangiz, bu ma'lumot va operatsiya birinchi bo'lib bankdan o'tadi va bankning ichida saqlanib qoladi va faqat bank bu ma'lumotga ega bo'ladi. Markazlashmagan tizimga esa blockchainni misol sifatida keltirsak bo'ladi. Osonroq qilib tushuntirishim uchun xonaning ichida 10 ta odam bor deb tasavvur qiling. Har bir odamning qo'lida qalam va qog'oz bor va xonaning ichida barcha sodir bo'layotgan vaziyatlarni har bir odam o'z qog'oziga yozib olyapti. Masalan, A odam B odamga 1000 so'mni bersa, xonadagi barcha ishtirokchilar A odam B odamga 1000 so'mni berdi deb yozib oladi va undan keyin B odam C odamga 1000 so'mni bersa, yanada barcha ishtirokchilar B odam C odamga 1000 so'mni berdi deb yozib oladi. Va C odam shu payt ana shu 1000 so'mga xonadagi barcha odamlar uchun ovqat olib kelish kerak bo'lgan paytda u menda pul yo'q deb qolsa, xonadagi qolgan 9 ta odam unga yozuvlarni ko'rsatib, aldagani yo'l qo'yishmaydi. Blockchain ham xuddi shunday ishlaydi. Internetga ulana oladigan barcha blockchain ishtirokchilari u yerda qanday harakatlar sodir bo'layotganini bemalol ko'rsa bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling.